Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda var ediniz, mana bugün huzurumga hoş geldiniz. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Şuna siz ve bizden eriştiğimiz haqiqiy saflık hem a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izdinish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Hozir ko'rayotganinglar Şinjan Sarkarda xalqaro savdo-sotiq shirkati tajdorligida o'tkazayotgan Xo'sh keldingiz programmasi. Bugungi sandiyana bizning aziz mehmonlarimizning ichida mening tuqqanlarimdan faxrlik inim, mundala desam sizlar tushunsizlar, Mo'minjon Oblikam ham bor. Hammalarga mendan o'tli salom. Mush fursatda bizning ustoz yo'lliq akamiz, dada yo'lliq tarbiyachimiz, bizga nurg'un ishlarni o'rgatgan ustozimiz Abdurim akamizningki Hoş geldiniz programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishgandan intayin xursandman. Bu bizga berilgan katta so'rindan ham bahrilanganligimdan intayin xursandman. Rahmat. Katta odamda gaplaring ajoyib zo'r chiqadi. Uncha emas. Va jon ko'rgan odamda. Jon ko'rgan. Bizning inimiz bo'lgan bilan bizning ko'rgani chiqib deyman. Kichik bo'lganlar. Mo'minjon mendan necha yosh kichik hozir? 7 yaş küçük Mehmet deyman. Oshkorlash bo'ladimi bu ishni? Bo'ladi. Bu yil hamda 44 yaş kishirib 3 oylik eshib qoldim endi. Shunda olganda 6,5 yaş yoki 7 yaş farqi. Jiq bo'lsa 7 yaş. Demak, chunki bunda qarasam, qachonda qarasam Mo'minjon mening oldimda yoshda bu kichikdi. Chunki bizning ablatlar oynab yurgan vaqtlarimizda deylik. Bu texim oynab yurganda balkim bunday aytganda shuncha ozoda asli o'zining odamligi paytda oldimizda oynab yurgan vaqtlari bor. Shuningga biz aşı zamonlardan kelgandan bo'lg'achqa Mo'minjon deslar, u degan yaxshi tursa deyman-da, nurg'un so'rinda. Bunda u degan yaxshi tursa deyman. Mening ko'zimda davamlıq yaşda hem yaş turib, o'zingmi yaş turdingchi sen? Turdim, evet. Xeli chiqib turding. Ko'pincha yerlarda işte bizningki mayli kasbdosh inlarimiz bo'lsin, mayli naqshimizni anglovchi qo'llovchilarimiz bo'lsin. Burungi vaqtlarda bir so'rinda yoki ma'lum bir faoliyatlarda uchrashsak, kichigimen chiqib qoldim. To'g'ri. Kichigimen chiqib qoldim. Hozir mayli nagil baray, oksimen bo'lib qolib endi bu yerda hozir. Şu lekin oksimen bulab qolgan bilan ular uqmay mening ismimni chaqirib qoladi. Mo'minjon aka demay, Mo'minjon deb chaqirib o'tirib bir yer kelgancha yeshimizni surishtirib qolsa, men undan 5-6 yosh cho'ng chiqib kelib, u qarmoqqa qarmoqdan chiqib keladi. Mana bir ishlar bulab qoladi. Shunda vaqtda his qilamsan, o'sha naqshi sal sana shunda foyda qilgan bo'lishi mumkin. Chunki sen davomli yoshlar uchun naqsh aytyapsan-chi. Balki ko'pincha muhabbat naqshlari o'zing huzurlanib aytgan, yoshlarning sana bergan yaxshi bahosi umuman seni bir xil yosh degan tuyg'u egib qo'ydi-chi. Men jinim desam uqmaydim. Birlari Mo'minjon akam desa, "Voy" Endi shuna sabab bo'lishi mumkinmi seningcha? Albatta mumkin. Endi men asli kichigimdan boshlab bir asosan hamma narsani aktiv tarafdan o'ylab nim qildigan bir balo deb o'ylaymaysan. Xafaliqni xolab keynimga tashib o'tib, xo'shallikni oldimga selib yuradigan, qo'g'lab yurma xo'shallik. Shunga o'xshash naqsh aytishni o'zimga nisbatan bir intayin huzurliq bir ish deb qarayman. Lekin bu naqshi aytgandan keyinki o'zim aytib chiqqan naqshini
Mushu e'lon qilgandan keyin buni qayta anglagan vaqtga hozir dastlabida buni event tepish uchun anglagan bo'lsam, naqshamning nerda chataq bor, nerda xatolik bor deb anglagan bo'lsam, naqshamni e'lon qilib bo'lgandan keyin uningdagi men asli yechib turayotgan kamchiliklar biroq yo'qolib ketib, bir xil faxrlanish tuyg'usi bilan huzurlashga qarab men qolaman. Shuning bilan ko'pchilikning bergan fikri xuddi bir gul suqishgandeklar bizga nisbatan. Gulni echildiryapman. Shunda gulni echirib menga berayotgan oziq, o'g'itdek, suvdek bo'layotgan ekan, ro'yim ko'tarilib, shunda bir o'zimcha kayfiyatim ko'tarilib qoladi. Shuning bilan bu nihoyatda yaxshi o'qitish bo'ldi. Masalan, shu sening naqsha e'lon qilgandan keyingi boshqalarning sana bergan yaxshi bahosi xuddi gulga suv quygandek, bu gul bo'raklab, echilgandek davomli ko'nglingda shunday bir tuyg'u paydo bo'ldi. Tuyg'u paydo bo'lgandan keyin yosh turishga foydasi bormikin deb o'ylayman. To'g'ri. Albatta, unda suv quyib tursiz, yosh tursin bo'lmaydi. Shunda turishni umid qilamiz ham. Bizni qaytaryapmaslik uchun bo'lsa yosh tursin bo'lmaydi. Amaliyotda mushu hozirgi Vangi muzika qutisida naqsh e'lon qilyapmiz-ku. E'lon qilib, hamda fikrlarni ko'pincha ancha-muncha o'qib, vaqt chiqarib o'qib turamiz. O'qigan vaqtda bir kun mening qizim dada deydi, desam, sizni shu deb yozib kelsak odamga eg'ir keldi ekan deydi. Qabul ko'raman deb. Qizim shu deb ketibdi deb qabul ko'raman deb. Balla men mushul boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtda boshlab ekan, anglab ko'ryapsiz g'aynib fikrlarni. Boshlang'ich hayotimiz siz bilan o'tgan. O'rta maktab hayotimiz siz bilan o'tgan, oliy maktabni siz bilan o'tkazdik. Hozir endi xizmatga chiqdik degan fikrlarni yozib, shu deysiz bo'lmamdam dedi. Ular shu deyishga chiqdi. Jarayon ekan endi. To'g'ri. Bu işte mendim shu sen shu yerga kelibsiz hozir. Men bu tunji qatim tag'a shu ulab qolganda bir xil ko'nglim qabul qilolmaydi. Bu endi tag'a ulab ketibdi-da deb aka bekosda tag'a ulab ketibdi deb başında bir bo'lgan naqsh yerga kelibsiz sen. Endi ulab shu bir ishkini yozi. İşte shu deydigan. Dadam naqshingizni yaxshi ko'rdi, onam naqshingizni yaxshi ko'rdi, men yaxshi ko'ryapman degan gaplarga bo'lgan ekan. Endi o'zimiz yosh to'g'an bilan yeshimiz bir yak berib o'tibdi deymiz-ku, lekin yanilam yurakdan, ya'ni shu yosh bolalarningki yuragida ifodalamoqchi bo'lgan, shular intilmoqchi bo'lgan naqshlarni ifodalab berishga, shuning ko'nglini o'tishga tirishimiz. Albatta, sening vazifang shu, undan boshlatolmaysan. Chunki bizning tuprog'imizda seni muhabbat naqshchisi deb ataydi-ki. Biz hamda diqqat qilmaydik. Muhabbat naqshchisi deb nom beribdi. Alamat chiroyli bo'libdi. Unda bo'lgandan keyin sen uni to'xtatib uzib qo'ysang, balkim nurg'un o'zingga sana mastan bo'layotgan shu nozik dillarni chekib qo'yishing mumkin. Bu naqshlar to'xtab qolsa bo'lmaydi-da. Bizmi ham bu umaq ufqimizning biz uchun davomli umaq hisoblanadigan mush ufqimizning muhabbat naqshlarini uzib qo'ymaslikni umid qilamiz. Mo'minjonning kasbiy jihatdagi alayliklari, kasbiy jihatdagi bizga bergan ozuqlari hamma narsa bizga ayon ko'pchilikka. Balkim men bilmaydigan narsalarni ko'pchilik bilishi mumkin. Ammo ular bilmaydigan taraflarini men bilaman. Mo'minjonning uyida bir mushuk bor. Masalan, u mushukni o'zi boqqan. To'g'ri. Ammo yana bir mushukmi bor? Yana bir mushukmi bor? U mushuk qanday mushuk? Salom mushuk. Bu menda. Salom mushuk. Menda gap bir kunsi kech bo'lgan vaqtda 6-7 bo'lgan vaqtda ishimizning birinchi qavatga kirib ketib qolsam, bir aslanchaq keynimdan yugurib keldi. Odatda bu aslanlar yoki mushuklar bu o'ylaramlarda hozir shu shahar sharoitida uchrab, yot odam uchrasa aldirab yeniq kelmaydi, qochadi. Qochadi deydi. Ya'ni qochadi asosan. Men odat bir yilda mushuk ko'rsam, tutqim keladi, bog'im keladi, naldi ko'rsam. Makamak pish deb berib tutqim kelsa, qochadi bu mushuk uchun. O kirib ketmasam bu chiroyli aslan yenimga kelib tutim sukilib qoldi. Sukilib qoldi. Shuning bilan uni ko'tariblam, albuyan qarab etdim. Va kimdan deb qo'ydim deydi. Va kimdan deb uch qatim to'ldim degan. Ma kimning deb uch qatim to'lib yetiblam. Ekersam bu ballalarim mendan ortiq amroqda. Shu amroqligidan xo'shulab ketdiki, bu necha vaqtdan mushuk beqib qo'ying deb qoldi.
hech qachon unda bir orzuga yetib boqmagan. Necha qatim beqib, necha qatim voz kechib, boshqa yoq operativ boshqalarga beritish tarixi bo'lgan. Ammo aslan tavuqlarda chiroyli ko'rinib ketdi ko'zimizga. O'zim nayni mavdaydi ekan. Oq bilan qarnar Elaki süt kalısıga o'xshash. Kalısıga o'xshash. Oq bilan qarab olganda ekan, bek chiroyli ko'rinib baqsaq, bu shunda bek bir shunda bizga ichki nayti baland bir mushuk chiqdi. Shu eng uzun tarixda mushuk beqish rekordini ana 3 yilga Shulab ketdi. Shulab ketdi. Bu o mushuk nayti o'zgacha aqlli mushuk. Doyillardimi? Doyillardimi hali? Cho'lpan mushuk bu. Nayti g'ayri qiliqlari bor zaten. Biz ba'zi doyillarda ba'zi ko'rinishlarni ko'rib qoladigan, qanday bunda to'g'ri kelib qoladigan, mushukdan qanday bunda harakat bunda qilib qo'yib qoladigan degan harakat qiliqlar buni mushugida, buni oilasida bo'lib qo'ydigan. Masalan, to'liq o'tirdi quvvatga vaqtlarimda balkim to'liqsiz bo'lishi mumkinmi, to'liq o'tir bo'lishi mumkin. Aniq vaqtini esimda yo'q. To'liq futbol o'ynaydigan ishlar bor. Ham sizning nima balki futbol topolmasanglar, basketbolni tip o'ynaydigan vaqtlarda keynanda yurdik. Ashta bir vaqtingiz bormi? Basketbol tip mening aniq esimda. Azroq yili yo'q, basketbol tip bak ovoz chiqadi. Shuning bilan bizning maktabda, sinfda men tantarbiya desam, ojizroq bo'g'ashma mening. Messenger ma'lum davomli vartardi to'xtatib. Jim turdi qayerda. Davomli vartardi to'g'izib qo'yib, ham shunda to'g'ri vartardi turadigan kunlardan birida yomon futbolchidan birisi kulgim kelib ketdi. Udul mushu burnim qilib birni. Jiraqdan tip ekrib, mushu yuzimni rasmiylam qarallab qo'ydi-chi. Asli u vartog'i tepgan top. Sen vartog' olgandan keyin tutib olma deb topni oldiga o'zingni etib sana tip turibdi aslida. Bundan qisqa tutdi ekansiz asli. Tepmaylam vizonda to'sabsan-da. Tutib olmay vizonda to'sabsan. Bahatırlik qilib vizimni to'sab qoldi. Sen o'yilding o chaqda. Voy, bir ziyoli nemish otgan top tutib olg'idak. Shuning bilan bu topni shu vizimda tutib soldim. Shuning yozi vartadimmi, tumidim. Jugurib bir topni 11 deb qo'g'labmi, yurdim. To'yg'liqma bu deb. Bir topni 11 deb talish yugurchi, birini elib o'zing o'yindigina. Shuning bilan maydonni qirda o'tiribmi, ko'midim. Bo'ldi qilsan deb. Televizordan ko'midim. Shu ko'migancha televizordan ko'midim. Akamdan degandek, balkim endi balalarim ko'rdigan vaqt mening balalim taq kichik futbol ko'rgichligi yo'q. Ko'kchilik yo'q. Ya masalan, hamda hozir sen uyan qaytib keldik-da. Shunga sen futbol ko'rmaysan. Endi sen futbol ko'rishingga to'g'ri kelib qoldi-da, bolalar bilan. U mushuk qanday qildi yani? Manda bo'ldi. Toza futbol ko'rayotgan vaqtda hammamiz futbolning chempionlarini, videolarini yo'llayotgan vaqtda men de televizorni ichib, men bir ko'rib boqagan deb ichib o'tirsam, bu mushuk chiqib futbolni televizorning oldida. Sen ko'rdi, odamda ko'rdigan. Unda qilib ko'rib ketdi, uni bir tatib oldim, uni bir yo'llab qo'ydim. Ondan keyin bu musobaqa chiqqandan keyin bizdan ballag'atdagi kichkina bir rasmiy kichik to'pimiz bor. Tip bu yanga birisi tipida qizim bilan o'g'lim, bu yanga birisi tipida mushuk u yandan bu yanga yugurib o'ynaydi. O'ynab, hatto vartaj olib ketdi, yiqilib ayondan tutdi, yiqilib ayondan tutdi. Shu bir video. Shuning ichida balla topni tepsa, mayandan shu o'zini etib bilan topni bundalar vartadagi tutib olgan. Bir maydon futbolni ko'rib bo'lgandan keyin kishi ham. Shunda chiroyli chiqib qolgan video ko'rinish. Hamda bu o'shanda bir ish ham mushukga bo'lgan ishiq birisi o'zimning hayvonlarga shunda agar ko'chada bir yerda hayvonlarga rahimsizlik qilayotganini ko'rib qolsammi, chidamayman, ko'nglim yerim bo'ldi. Sarkarda Alkuyar tish pastilari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi soflik va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda tish pastilari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda Alkuyar tish pastillarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda Alkuyar yurishlik tish pastilari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi
tan sog'lomligining kapolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yüzünüzge en yarışıdığını illik külkünüz. Külkünüzge yarışıdığını durdana sağlam tişiniz. Çiş sağlamlığı meselesini ben Serker'de çiş doktoruga tapşırdım. Serker'de çiş doktoru yürüşlük çiş bastılları. Görüvatqınımız Serker'de Xalqaro Savdo Cheklik Şirketi tajdorligida ep berilayotgan Xo'sh keldingiz programmasi. Bu yerda bir narsani his qildim. Yaxshi ko'rish degan nima ekan deganga bir javob topdim men bu yerda. Yaxshi ko'rish degan kamchilik bilan qo'shib turib qabul qilish degan gapga. Muhabbat bo'lsa, bir muhabbat qanday vaqt shakllanadi ekan desa, hammadan mukammal bo'lib ketmaydi ekanda. Bu mushukning aslında kamchiliklari bormi? Bir kichkina aslında 3 yil biqib, balkim sen bunda apu qilishdan, bunda qabul qilishdan ko'rmon qabul qilgan bo'lishing mumkin. Lekin oxirida bir o'zining mehribonligidan bir talada qolgan mushukni 3 yil biqib, ashuni kamchiliklarini ko'rib, yana shuningga akam mush-mushda qilyapti desa, unimay turib, oxiri bir hayot haqiqatini his qildim dedi. Yaxshi ko'rish degan hammanimiz bilan qabul qilish degan. Mana shu, u hammanimiz bilan qabul qilish. Uni biz yaxshi ko'radigan qiliqlarimiz bor, biz yaxshi ko'rmaydigan taraflarimiz bor. Bir er-ayollik munosabatda cho'qim ayolning yoki erning kamchiliklari bo'ldi. Buni bo'ldi qilib shuni tang qabul qilish. Apu qilish shu jarayonda muhabbat shakllanadigan gapga. Olamat. Mening bir kelgan degandek-chi. Mo'minjonning shu bu hikoyani biz ancha-muncha angladiqcha bolalar deb birdi. Ba'zini ko'rman, ba'zi ko'rmayman, lekin sirtlik parangda ancha-muncha endi Mo'minjonning mushugi degan bir gap. Bu deganligi bir cho'ng ish emas, lekin bu Mo'minjonning xarakterini yo'ritib turadiganning bir tarpichi. Nimishqa buncha aldirash hammamiz naqsh cho'lponimiz bizga nurg'un asarlarni beryapti-degan hayoti balkim jiddiychilik bo'lishi mumkin. Aman bir jiddiychilik ichida o'tadi deb faraz qildi-chi bu tomoshabinlar yoki mastanlar. Lekin shuni ichida bir mushukka ko'ngil bo'lib vaqt chiqarib o'tganning o'zini biz Mo'minjonning xarakteriga bog'laymiz. Undan boshqa taxi Mo'minjonning dirisiga 100 qushqash uyg'unib oldi. To'g'ri. Mana mush hadislarning hammasi bu yigitning qalbida ajoyib bir so'zlab tugatgisiz bir mehr muhabbatdan bog'lig'ini ifodalaydi. U qushqashlarni mening mushkim sanab o'tirib ketadi hamda. Sanaydigini derizni ichida. Ey deb. Shundan bir ish kun yigisi qipaqida taxavdi. Deriz. Unda ko'rinishlarim bor. Unda qipaqida. Mushuk to'g'rilab parang bo'layotganda Mo'minjon dedim, bu mushukni boqmaslik to'g'risida uyda bir talash tortishib ketdi. Dedi, sizlar bunday masalalarda rasmiy demokratik holda yig'in ochdi deydi-ku sizda. Bu to'g'ri. Rizvongul, ya'ni ayoli Rizvongul, u degan hukumat ishlaydigan qiz u. Bunda o'tirib Mo'minjon, ikki bola qana qilamiz deb mushunday masalalarda bolalarning fikrini Yamanbek hurmat qildi degan bunda paranglar bor. Men shu bolalarim bilan bizning oilamizda, masalan, cho'nglarning ichida, masalan, Anvar akamni o'zlarining akallari, dadamning inisi ham mening tog'am bo'ladi. Anvar akamga bak masligim kelgan men. Menda qarsam, bolalar bilan chaqchaqlashib, bolalar bilan maslahatlashib, kichik vaqtlarni uqmayman. Kichik vaqtida har qanday atan deganniki tarbiyalab tekkizibmi qo'ydi. Unda achchig'ini keltirib qo'ysa. Qanday qilsa yaxshi bo'lsin deb qiladi. Lekin cho'ng bo'lgandan keyingi holatida qarsam, nayte kulki chaqchaq bilan bir-birining maslahatini olishib, kichik demay, cho'ng demay, ishta qilayotganini ko'rib, mana o'rnak kelib, mush bolam mayli Sunayya bo'lsin qizim, mayli o'g'lim Azmatjon bo'lsin, mana shu kichigidan tortib oldi bilan mush bilan tang o'ynashni, tang fikrlashishni shunda odat qilib kelgan. Hatto shunda bo'lg'achqa mening qizim o'z eg'irves bo'lg'achqa sizlarga jiq bilishmaydi, lekin o'g'lim bakroq uchiqqina uch quruq ifodali o'tirgan bo'lg'achqa sizlar o'g'limning yeshidan gumonlanib qolgan paytlar bo'lgan-ku.
ba'zi gaplarni cho'ng deb yetib qolsa, sening mush balangning yeshini yushiryapsizmi deymi deb degan Abdulla akam haqiqatan. Shunda bir fikrlashib, gaplashib, cho'ng qilgan bo'lg'achqa bu bolalar o'qigan sari hozir boshlang'ich birisi to'liqsizda o'qiydi. Siz menimcha bu ish bunda bo'lmasa kerak. Buni bunda qilishimiz kerak deydigan fikrni bizga dadillik bilan deydigan bo'lib. Erkin fikr qiladi oilada. Endi hattoki endi mushuk masalasini yana misolga olsak, mushuk beqish boqmaslik masalasida men bu mushukni xap qilmaydigan bo'lish uchun, sog'lom bo'lish uchun to'rlarda ko'rish orqali buni jo'yi deydigan bir operatsiyani qilayotgan. Ko'pish tarafdan operatsiya qildik. Buni baliq demagan. O'zan qilyapti. Kichik bo'lgandan keyin baliq demaylam qilayotgan. Buni qanday oldi? Uqib qapti bu baliqcha. Uqib qilib. Hadisi uqib qildi. O'sha qanday oldi bu bir kunsi boqmaydigan bo'lib qolgandan keyin Azmatjon o'g'lim nima dedi desa, bu mushuk siz mas'ul bo'lishingiz kerak. Bu mushuk siz mas'ul bo'lishingiz kerak debdi. Nimasiga mas'ul bo'lmayman bilamsan? Siz buni baqqan bilan buni meyib qilib qo'ydingiz dedi-chi. O, desam siz jo'yi qilyapsiz buni. Bu mushuk hamda jambaqan mayda sirtqa chiqsa debchi, o'zicha hamda kichiklarcha nima deb. Jambaqan mayda shu bu mushukni biz qayerga borsak biz apirishimiz kerak. Degandek gaplar bilan ifodaladi. Kulib ketdim-da, kulib chiqdi deganda bu. Chiqdi hamda har holda hozircha o'zimizning fikr tashlashimiz bo'yicha taxit to'liq bir qara e'lon qilmagan bilan hozircha kechiktirildi degandek. Mush uyda tus bo'ladi. Biz chiqatkicha. Biz anadan keyin mush uyda turdi desak, avlimo bitir qana deb turiliq. Lekin bizlar mush uyda qoldirish tarafdor atani bo'lmoqchilarchi. Ichki jihat. Mo'minjon, bunda his qilsam Azmatjon bilan, hadis bilan birga tug'gan, birga o'ynagan, shunda ro'yi o'choq, Mo'minjon chiroyida nur chiqib turdi, bolalari bilan birga bo'lgan. Rasmlarni ko'rma. O'zing mushuning maxsus vaqt ajratamsa yoki biz degandek ziyuga shu bo'lgandan keyin ko'proq vaqtdan shunga majbur qilamiz. Bu to'g'riliq shu 2007-yildagi qizim tug'ilgan 5-6 oy bo'lgan vaqtida shunda bir televizor programmasiniki ziyorat nimasi bo'lgan meniki Unutilmaysiz nomli plastinkamning tarqatilishini biz o'zimlar restoranida maxsus bir taqdish murosimi qilib, u chaqlarda bunda taqdish murosimi deydigan hukm yo'qdi bizda. Lekin biz shu chaqda qilgan naqshadan bir ish kishini o'qib, ma'lumot taqdil plastik taqdilyotdi deydigan bir ziyorat programmasini qilgan. Shu vaqtda sizning eng cho'ng nimangiz hozirgi mushkullarda xushallig'ingiz nima degan. Xushallig'ingiz nima debdi? Meni eng cho'ng xushallig'im xizmat bak jiq menda hozir. Xizmat besimi jiq, xizmatlarim ko'payib ketib bordi. Eng cho'ng xushallig'im xizmatdan baldir cho'ktib, balam uxlab qolmasdan uyga kirish deb deganman shu chog'da. Balam uxlab qolmasdan uyga kirish degan. Shu chog'da shuni amal qilganman shu vaqtda. Mush Urumchida bo'lsam, Urumchida reallarda kechda ishlamaydim. Sirtqi o'yan qo'ygan chiqqan vaqtda amal yo'q. Ammo Urumchida bo'lsam, shu balam bilan bo'lgan arlig'imni texnik yaqinlashtirish uchun shu cho'ng'idan boshlab bu odatni yetildigan. Undan keyin hatto akamlarmi sizlarni diqqat qilib qolgan. Bir qatim men shu balam Anvar akamni biz poyezddan so'ng uzatqili chiqqan vaqtda endi taq 1,5 yoshga kirmay degan balamni anasi yo'q holatda o'zim qizimni ko'tarib chiqib qo'shlashga chiqsam sizlarga bir xil g'ayirlik tuyulib qolgandek hissiyat bo'lganman shu chog'da. Bek kuyab ketdi. Cho'ng sal yosh cho'ng bo'lgan vaqtda tug'ilgan bolaga bek kuyamdi nima degandek bir hissiyat bo'lgan. Lekin shu chog'dan boshlab menda bolalar bo'lgan vaqt ko'p bo'lishi kerak degan bir qarash bo'lgan. Maxsus vaqt chiqarib o'ynab, tang fikrlashib cho'ng bo'lgan bo'lsa, cho'ng'idan kichigigacha shuni davomlashtirdim. Hatto Azmatjonning orzu armonlariga diqqat qilib baxtim. Kichigida bu bolaning o'sib ketish jarayonidagi
arzu armonlarningki bosqichi faqat tangfong mana turaqliq bo'lmaydi ekanchi. Biz masalan akam dedi boya bizningki bolalarimiz bo'lgan ekan cho'qim cho'ng bo'lgan chaqda asli men bu ishni qildi ekanman deb qoldigan bir vaqtga kelgan chaqda biz kechikkan bo'lmayli deymizda. pishman qilgan bo'lmayli deb biz mayli cho'ng qizimga bo'lsin, mayli kichik o'g'limga bo'lsin, har ikkalisiga bir cho'ng qizimga 5 yoshdan, o'g'limga 6 yoshdan boshlab pianino o'rganishni dars qilib berdik. Endi bular shu kichik vaqtida zo'rlab o'rgandimda. U o'ynag'isi bor ekan, lekin ota-ona bo'g'ichi bu bolalarniki o'ynayapsin deb balki kan qo'yasak bo'lmaydi ekan. Ma'lum bir nuqtadan o'ziga azroq bir ramka qo'yib turib, mushuni ixtiyorlikni berish, ixtiyorlik belgi asosida azroq yetaklash cho'qim bo'lish kerak. Bo'lmaydi ekan. Shuning bilan pianinoda yetakildik. Buningda nihoyatda zo'rlash vaqtlari bo'ldi, o'z ixtiyorlik bilan bo'lgan bo'ldi. Hozir mana hamda yeshi cho'ng bo'lgandan keyin his qilib ketyapti buningki zarur ekanligini. Demak, biz kichik vaqtida buni agar biz buni yaxshi ko'rmaydi ekan deb tashib etsak, cho'ng bo'lgandan keyin asli men mushuni qilib ekanman desam, sen mushuni qilib ekansan desa, men mana hozir kichik vaqtimda bir mas'uliyat burishni ado qilolmagan bir otaga dars berib qolgan gap. Men kichik vaqtimda bizning vaqtimizda unda bir sharoit yo'qdi. Sharoit bo'lgan bo'lsa dadam o'rgatdi bizga. Bunda sharoit yo'qdi. Shunda olgandan keyin bizga kitob ko'rishdan boshqa uyimizda kichigimizda qarsaqlar bir kitob yozibdi. Shkaf bor. Shu kitob liq o'tirdi. Shunda boshqa kitob ko'rishdan boshqani o'rganmayotganman. Bumi yaxshi alayda cho'ng o'rganish endi. Dadam deydigan, mendan sizlarga qoladigan kitob deydigan bir gap bor, dadamning bir nodir gapichu. Har qanday jutqi bo'lsa, zodi oz deganda 2-3 tal, 4-5 tal kitob zodi elib keldi. Shu jutdan kitob bayaga o'talisizlar. Shunday mendan sizlarga qoladigan kitoblar deydigan bir gap bor dadam. Buning bilan biz hamda bolalarga kitob o'qishni o'rgatdik. Hozirgi sharoitda cho'qim cho'ng bo'lganda yanada sening kasbingni qilganmiz deysin, demasin. Mayli bu kasbni qilsin, qilmasin, bu pianino muzikasi bir muzika sohasidagi bir cho'ng bir podshodek bir muzika bu. Mushuni o'rganib va o'ziga bir ortiqchilik bo'lib qolsin deb uni o'rgatibmiz. O'rgatgandan keyin bu o'g'limniki sal USPT seriyanda shu havo qatnashiga qiziqib qolish. Aeroplan, dastlab aeroplan qiziqdi, keyin olam qatnashiga qiziqdi. Bu Azmatjonning, ya'ni kichik bolaning shu osmon jismlariga, astronomiya ilmiga qiziqib qolishi, bu aeroplan qiziqib qolishdan boshlangan. Aeroplan qiziqib qolishdan boshlangan. Dastlabda men buningga hamda bu 19 kunlik vaqtida aeroplanga chiqqan deb aqliga kelgan vaqt, sen 19 kunlik vaqtda aeroplanga chiqqan, rostda aeroplanga chiqqan deb qo'yapti ekanman-da. Men 19 kunlik vaqtimda aeroplanga chiqib ekanman deb ham o'zimni shu chog'da 3 yosh 4 yosh vaqtlarda aeroplan desa shunda nima ketadigan holatda aeroplanga chiqadigan bo'lib ketdi. Dada aeroplanda manglar deydigan. Shuning bilan men aeroplanning modellarini yapatdim. Hatto shu gilamchilik cho'nliqda kichikroq gilamchilik cho'nliqda bir aeroplan stansiyasiniki model xaritasi, binosi, uning aeroplanga chiqish pashtig'i, tamoq to'shish mashinasini bir yurishni 2000 qo'ygan. Eppadim. Buni bu bir o'ynab ketdi. Buni aeroplan to'xtasin, aeroplan uçsun deydigan qoidalar bo'yicha o'ynab ketdi. Balaning o'ynashiga vaqt deydigan bir gap bo'yicha shu shuning qiziqayotgan o'xshaydi deb shuningga doirroq narsalarni epirish bilan birga bir kunsi men o'zim yana hamda olam jismlari haqida kitobni, anadan keyin olam qatnash haqida kitobni shuni qo'shib savodi balduchi ketdi buniki. Savodi balduchi chiqqandan keyin shuni appasam, buni o'qib kelib bilan bola menga teleskop epirtgansa dedi. Teleskop epirtgansa deb bolam bu teleskop qimmat narsa, buning hali yomon emas. Aning ustiga teleskop deganda tabiatda kangri osmon chiroqlar yurib yo'q yerda
ko'radigan narsa desam biz nansanga chiqib ko'rsak bo'ldi emasmi birini apring adam debdi har aldamdi bir orzusini kichik qo'ygan ekan qandiray deb uningga yarasha bir 1400 ko'yliq teleskopni birini appazam darizo qo'yilib bu teleskopdan beshikimni ko'rgil bo'lmaydigandek his qilib qoldim men endi to'rda deganda voy uni ko'ryapti buni ko'ryapti deb ba'lir bakan buni tanlasak bu oynimi tuzuk ko'ramidiqchi bu Durbundek dedi. anaqa bir to'g'ri qurashtiranmagandek bizcha yo unda emasmi yolg'onmi buniki aynaklari yolg'onmi shunaroq bir hissiyatda bo'lsaqmi lekin o'g'lim dada men ko'rdim deydichi bu dada men ko'rdim oyni ko'rdim marsni ko'rdim deydi kichik vaqtda marsni ko'rdim degandiki bu rost ko'ryapti deb man anari demaydim men unda desak bo'lmaydi ko'rgan bo'lsang u rost ko'ryapsan men ko'rdim deb istat cho'ng qilgan andan keyin iPadga osmon jismlarini shu osmonga to'g'ri saqlam qaysi yulduz yoki qaysi planet shu yerda bo'lsa shu planetni ko'rsatadigan bir yumshoq detal bor ekanda shuni tushirib berdim pulga sotib olganda 300 necha ko'yga shuni tushirib bersam buning qarab yurib mayada mars bor ekan mayada a bor ekan mayada nima bor ekan deb yurib atdiganda chiqadigan yulduzning cho'lpan yulduzga venera deb degandek to'g'ri dedimmi xato dedimmi bilmayman shunda bir ishqib azmatjon hozir mo'minjon demakroq to'g'ri shu osmon jismlari va o'shandaq narsalarni kitobni to'liq o'qib chiqibdi bu hozir ishada bo'lgan bo'lsa agar bu vaqtda savollarimiz bo'lsa biz bilmaydigan doiradagi javoblarga erishib qolamiz Biz ilqima yeching mezgilida tumshuqda qamal bo'ldik emasmi? Shu vaqtida bir kuni muntishib qoldik. Shu akamlarimiz bor. Bu shu hozir tushuntirayotgan o'g'limiz Azmat bu osmon jismlari, astronomiya, ilmi to'g'risida o'zi biladiganlarini so'zlab kelib, hozir Sanvi, Sivi Kungjen, ondan Vey Kungjen degan yergacha so'zlaganda, uni yeshiga nisbatan bu sal ortiq cho'nkab qoladi-ku bu o'zi o'rganib olgan narsalar. Hatta bu xalqi Vey Kungjen, Sivi Kungjen Svimiga deyman. Svi oxirgi Svimi Sanvida Sivigacha o'tkicha bu o'zining parazlarini deyapti-ku. Hamda Sivi Kungjen degani balkim bu bir paraz bo'lishi mumkin. Lekin shuni hozirgi xidon deymiz-ku. Qarun-ko'r deganlar bilan bog'layotdi. Sivi Kungjenda nimalarning mavjudligini ana shundan qaraganda Sivi Kungjenda nimalar bo'lishi mumkinchiligini paraz qiladi. Shundan hammamiz hayron qoldik. Hatto hozir biz vaqt davatgan vaqt asli vaqt emas dedi shu kunsi. Bu biz hozir vaqt davatgan vaqt quyoshning chiqib tushishiga asosan belgilangan biz insonlarning belgilangan vaqti bu vaqt emas bu. Bu o'zimiz belgilangan o'lcham deydi. Bir yivi kunjam ekan bu ashta kunjam ekanda. Bu vaqt bo'shlig'i biz o'zimiz belgilangan vaqt bo'shlig'i asli haqiqiy vaqtni 4 o'lchamlik vaqt bo'shlig'i bo'lgan vaqtda ondan ko'rimiz taqdir ko'z bilan ko'rgil bo'ldi degan gapni qilib meni ishlig'i bizning kallamiz yetmadi biz buni biz so'rashmaylik bizni balkim bu bizning og'zimizdan chiqqan ba'zi bir narsalar dal to'g'ri bo'lib ketmasligi mumkin chunki ma'no kelganda garchi azmatjon boshlang'ich o'qiyotgan boshlang'ich o'quvchi bo'lsa-mu haqiqatan osmon jismlariga nisbatan aeroplan havo bo'shlig'i uchishga bek alohida havas qiziqdi. Shuningga doir Mo'minjonning to'g'ri yetaklashi bilan qiziqishi, rag'bat madad berishlar, modellarni olib berish, qo'llash bilan boshqacha shunday bilish doirasi kengri chunqurlashib ketgan gapga ular. Undan boshqa endi shuning bilan bo'shliq munosabatga osmon jismlari bilan qiziqib qoldi. Shu kitoblarni olib berib, shunday teleskopni olib berib qilsa, haqiqatan kirib ketdi. Haqiqatan bu jihat shuning munosabat kitoblarni jiq ko'rib bilishi to'g'ri dal va chunqur ashuna bo'lib ketdi. Bizlar bilmaydigan narsalarni biladigan. Demak bu yosh aqlni nima aql yoshda emas boshda deb yetaklanish, tarbiyalanish, o'rganish bilan shu bo'ladiganligi yana bu yerda bir isbotlanyapti. Bolaning hamda orzu armonlari agar muvofiq bo'lsa, dadining qurbi yetsa, hamma orzu armonga hamda yetish bo'lmaydi ekan, lekin yetarligan darajada qo'llash, rag'batlantirib bersak, balaning aqliy qobiliyatining sog'lom o'sib ketilishiga foydasi cho'ng bo'ldi ekan. To'g'ri.
Her seher bir erkekni kütüp durduğunu yüksek mesuliyet. Ama serkerde elküyer erler yürüşlüge hemrah bolgan her bir günni men çeksiz memnuniyet ülkede kütüp alıman ve tolup taşkan işenç bilen başlayman. Serkerde elküyer erler yürüşlüki ve çarçuyu suyuqlıqı qamitimge yanımı salapet bəxş etdi. Çolpanlarga xas cezbidarlıqni sizmo serkerde erler yürüşlükidin tapalaysız. Serkerde elküyer erler teri asraş yürüşlüki ve elküyer mahsulatları. Көрүватқаныңыз Сәркәрді Халқара Сауда Чәклік Şirketi таждарлыгыда эп берилип Хош келдиңиz программасы. Mömincanның баллык hayatı болған. Әмді мұш Mömincanмы баллык hayatını nima aytdi güzel ötkizgen. Çünkü muş Ablat Ablıkem onun üstüge Mömincanның üstüdeki akısı Abdüsemiye Ablıkem. Abdüsemiye Ablıkemның muşu qarindaşlarga san degan ajr mehnatlari, bergen mehr muhabbatlar naydı çoңqur. Naydı tilga ilib o'tishga tegishli. Mening nazarimda Abdusamiy garchi bugun bu suhbatimizda bo'lmasa-mu, u akisi Ablat Ablıkemning qo'lga qo'l putiga put bo'lishda, inisi Möminjon Ablıkemning mo'shinchilik hozirgi darajadagi natijalik bir insonning aylanishda az bo'lmagan ajr mehnatlarni sarflagan. O akam, hem de bir yer akamның ismi çıkıp kaldı. Ailemizninki en ağır yüklerini özünün üstüge elib ağaç hesapta. Biz kılanmaydıgan işlerini, köpünce biz oturup çıkamaydıgan işlerini, hatta biz oturup çıkışını xalasak mı, akam sizler çıkmağınla ben çıkıp bir taraf kılay deydigan işlerini kılıp bizning yükümüzü yengiltip kelgen bir akamız, akamның enisi. Hem de mening hozirgi bayqı gap kelgen çağda mush hozirgi holatga yetishimdimi nurg'on qo'shqan to'pisi bor. Nimadan degan vaqtda bizningki shu amdi bir ko'tarilib ismimiz xalqning tiliga chiqib qolgan vaqtlarda mush ammi ishlash bozori bak kang bo'lib avj olgan. Men u chaqda ammiga ketadigan iqtisod mablag' masalasimi bir xira yomon emas, ig'ir masala. Shunda boshqa o'zam ammilarimizni birinchidan iqtisod masalasi, ikkinchidan eng muhimi sifatini yaxshi qilishni mening o'zimning o'ylagandek bo'lib chiqishini o'g'lishib turib umid qilib shu montajlikni o'zim bir kimdan o'rganmaylam Malikam degan plastinkani boshqa yerda boshlarni montaj qilayotgan o'rinda o'tirib ko'rib o'tirib mening deginim hey manda bo'lsa bo'ldi anda bo'lsa bo'ldi degan yerim bo'lmayotgandek tuyulib qolib men keyingisidan boshlab o'zim bir qilsam degan hissiyat bilan montajlikni o'rganib qolganman. Montajlikni o'rganib qolib shu keyingi bir necha plastinkalarni hatto atrofimdagi kasbdoshlarimning plastinkalarni men montaj qilib bergan. Endi o chaqda rejissyorlik bek osonchilikdichu. Shu rejissyor deydigan holat kim chiqib qolgan bir ahvoli bo'lgan. Men planlab men ishlab rosa osonchilikdi. Kim bir plastinka yetakchilik qilib qilsa o'zining ismini rejissyor deb yozib oldigan vaqtida biz uqmayamda rejissyor degan shunday o'xshaydi deb yozib qolgan. Ammo shu plastikani o'zimizning ishligini barhaqda. Shu vaqtda Abdusamiy akam operatorlikda hali yomon emas yetishib qolgan vaqtlar edi bizniki ustoz Amjin kamlarni o'rganib operatorlarni elib yurt tilida ishlatib qolayotgan vaqtlar edi. Mening shu orzuyimga o'zini hali yomon emas tijoratda, tijoratda yo'l tepib, binolarni selib, do'konlarni ijaraga berib yurayotgan akam ashiyadagi ishlarini setib, yig'ishtirib qilib, shu montajlikqa doir ammiy ishlashlar, apparat elib, kompyuterlarni elib, yenib kelib, biz shuna masalan seg'inmasangmi degan naqshimizning ammiylarni Shanxaydan tortib Shinjonggacha bir ishga akufka. Hozir shu bir programmalashsak 10-20 odam bir guruh bo'lib ishlaymiz-ku. Bir tal MTVni ishlashga, bir ammiyni ishlashga hozir kamida 10 odam ishlaymiz endi. Unaga girimchi ketadi, operator, chiroqchi, jabduqchi, o'chi deb hatto 5 odam ishlaydi. Biz shu ishimiz jabduqchimiz bo'lgan, chiroqchimiz bo'lgan, operator o'zi bo'lgan, ishda bo'lib ishimiz shu Shenzhen, Shanxayda yurib, men seg'inaman
degan plastinkamni ishlab chiqqan. Bu jarayonda har bir qatim shu plastinkaning amaylarini ko'rib chiqsam, o'zimizning shu plastinkani ishlashdan har bir ko'rinishini keyingi singan ajr mehnatimizninki ichida Semiy akamninki simas ko'rinib turdi. Shu bak cho'ng shu mehnati bilan sening chiroyingda charchab qilish bos bo'lmaydi, sen ko'rinish chiqadigan odam deb bir mürüsü aparat, bir mürüsü de aparatның yana bir mürüsü kiyim-kechaklar, yemek içmeklerimiz, kiyim-kechaklar bilan ishlab ketgan vaqtlarimiz bo'lganda, so'ng bir mehnatkaşning jafokashning simvoli deb qarayman Semiy akamni. Semiy akam qismi bak amroq. Amroq, shunda. Akamninki ballarıma ben bek amroq, Semiy akamning o'ziga amroq, akamning tariflash tegishli yerini og'zimizda tariflab bo'lamaymiz. Hattoki hozirgi vaqtlarda mening hamda xalqning oldiga chiqib qolgan nuqtadan turib ko'zitib turib menga bo'lgan hurmatni. Men aksi mening akam. Men aksi deb o'ylab olmay, ba'zi bir yalakaga vaqtda meni oldiga chiqarib, to'yga chiqarib, o'zi oqsabda turib qilgan vaqtlar bo'ladi. Shunda bo'lg'achqa men iloji qilib parda oqsida yoki sanning keynida yoki o'zimizning turmushida shu akamning hurmatini qilib olsam, adig'ini chiqarib olsam deydigan umidda bo'laman. Menimcha bu tarafda sen cho'qim u o'zingning mundaq dilga pukkan orzularingni o'rinlay olasan, akanga bo'lgan minnatdorligingni davomli ifodalab tura oladigan yigitsan. Uyda gol safarda choch osrimoq bo'lsang agarda hamromonga har kuni Allohning nomi sarkarda sarkarda yeza va shahar